ochgili bo'ladi. Xo'p, darsimizni boshlaymiz. Bu demak NX ochganinglarda birinchi demak ko'rinishi shunaqa bo'ladi interfeysi. Hammasida har xilcha bo'lishi mumkin. Bu demak yengilroq versiyalarida demak shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, demak bu yerda yangi fotoda demak chap tomonda ko'rishimiz mumkin. Demak oxirgi marta masalan ochib ishlatgan demak modellarimizni fayllarni ko'rsatib turadi illyustratsiyasi bilan. Hop, bular haqida qisqacha aytib o'tib adab qilmayman, keyin yana ko'ramiz. Birinchi navbatda nima muhim, demak yangi fayl ochib olishinglar kerak. Yangi fayl ana hamma programmada kabi, demak new file yoki control new klaviaturadan bossanglar ham yangi fayl ochamiz. Sichqonchani chap tomonini bossak, demak yangi fayl ochish imkoniyatini beradi va quyidagi demak menyu ochiladi. Xo'p, NX imkoniyatlari keng, katta, ko'p yo'nalishlarda ishlatiladi. Biz hozir asosiy demak urg'u beradigan demak bo'limimiz asosan demak mana aktiv bo'lib turibdi modul bo'limi, ya'ni modellashtirish. 2D modellashtirish, 3D modellashtirish, demak shuni asosiy demak biz fokusimizni beramiz. Umuman olganda yo'nalishlari katta, masalan simulation demak simulyatsiya qilsak bo'ladi, har xil demak static flow simulyatsiyalar qilsak bo'ladi. Yoki line design yoki ishlab chiqarishda avtomatizatsiyani qilsak bo'ladi, automation design yoki mechatronik sistemalarni demak simulyatsiyasini qilsak bo'ladi. Yoki mana additive manufacturing yangi versiyalarida demak additive manufacturing bo'limini ham qo'shilgan, ya'ni 3D printerlarga demak detallarni demak chiqarish uchun kerak bo'ladigan demak va mana bu yerda manufacturing bo'limi bor. Bu ham yaxshi bo'lim, ya'ni bu yerda demak chip ustanoklarga demak G kodlar yozish uchun ishlatiladigan bo'limi. Shunaqa qilib har bitta bo'lim katta, har bitta bo'limida o'zini asosiy demak yo'nalishlari, asosiy mutaxassislari bor. Demak biz demak urg'uni demak modul bo'limiga beramiz. Modul bo'limini tanlaganda modul bo'limini o'zida ham demak buni qism bo'limlar, ya'ni modulni o'zini demak modellashtirish bo'limi bor va bitta demak assembly, ya'ni sborka, ya'ni o'sha yig'ish elementlarini amalga oshirish, shape studio, bu yerda ya'ni yuzali elementlar bilan ishlash, sheet metal, ya'ni listovoy elementlar bilan ishlash va boshqa yana bir qancha bo'limlari bor. Demak biz asosiy urg'uni demak modul, demak 2D va 3D detallarni modellashtirish, murakkab plastik elementlarni modellashtirish, hop sborka qilishni o'rganamiz. Shape studio, ya'ni yuzali elementlar bilan ishlash bo'limini o'rganamiz va обязательно demak listovoy detallar bilan ishlash o'rganamiz va yana bitta bo'lim bor, mana bu yerda drawing bo'limi bor. Drawing bo'limi bu ya'ni hosil qilgan modellarimizni o'zi standart bo'yicha ya'ni 2D o'lchov, 2D ko'rinishga ham o'tkazish, ularni ham o'lchovlari bilan ko'rsatish, shularni demak ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak modul bo'limini tanlayman va birinchi demak modul bo'limini tanlayman NX faylni ochib olish uchun. Va yana nima muhim bu yerda demak unit, ya'ni birlik. Birlikni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Yangi fayl ochayotganda demak millimetr, inch обязательно biz millimetrda ishlaymiz. Standartimiz demak millimetrda va millimetrda demak o'lchovlarimiz hammasi millimetrda bo'ladi. Shuning uchun millimetr tanlab olamiz. Xo'p, yana nima muhim, sal kichraytiraman. Pastda yana nima bo'lishi mumkin? Bu yerda name, ya'ni o'sha ochmoqchi bo'lgan faylimizni demak nomi, bu yerda demak modul bir turibdi, bu yerga xohlagan nom qo'yishimiz mumkin va nima muhim, PRT bu ya'ni NX fayllarini demak qisqartma fayli, ya'ni mana Word dokumentlari borda, doc dokument o'qiydi, Excel'larni o'zini demak formati bor. Demak bu bizda demak NX demak o'qiladigan formati. Masalan assemblyda ham shunaqa, modulda ham shunaqa. Bu keyingi demak folder, ya'ni shu hosil qilmoqchi bo'lgan modelimizni qayerda saqlaydi. Buni o'zimiz o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Masalan, ikonkani bosib turib, biror bir рабочий stolimizdanmi qayerdadir, demak papka сохранить qilib, o'sha yerga demak saqlab qo'ysak bo'ladi. Misol uchun, hop, рабочий stolimga demak o'taman va biror bir bunaqaga saqlab qo'yaman. Papka masalan ochib turib, yangi papka ochib turib, masalan NX deb nomlab, shunga enter bosib 2 marta kirib, yana shu papkani ichiga OK bossam, mana endi menda
buni demak joylashish diskda рабочий stolda, ya'ni рабочий stolda NX papkani ichida demak saqlanadi. Nomini masalan nomlab qo'ysa bo'ladi. Masalan, birinchi dars. Dars 1 desam, hop, bunga o'tib olaman. Endi сразу mana PRT anaqa formatda o'zi o'tkazib oladi. Hop, demak bu birinchi demak настройка qilib olish va bu yerda OK funksiyasini, OK tugmasini bossak, demak NX demak interfeysga kiradi. Hop, demak bu birinchi kirib olish. Demak shunaqa holatda kirib olasizlar. Hop, ana interfeysi ochiladi. Hop, savol yo'qmi shu paytgacha? Demak umumiy ochib olish, qanaqa kirish, buni parallelni qilib ko'rdinglarmi yoki keyin o'zinglar bemalol qilib ko'rasizlarmi? Muhammadjon, Omadbek. Keyin o'tirib bemalol video zapis bo'lyapti. O'tirib, ya'ni videoni ko'rib, o'zingiz o'sha nima qilayotgan bo'lsam, hammasini keyin o'zingiz qilib ko'rishingiz kerak. Hammasini o'shanda praktika bo'ladi. Hop, hozir asosiy tushunib o'rganib olsangiz. Hop, endi interfeys haqida qisqacha ma'lumot beraman. Bu yerda tepada mana bo'limlari bor. Ya'ni sketch bo'limi, ya'ni 2D chizmalarni chizish bilan shug'ullanadigan bo'lib, demak har bitta demak bizani proyektimiz demak 2D chizmalar bilan boshlanadi. Nima chizishdan qat'iy nazar 2D chizmasidan boshlanadi. Demak birinchi navbatda shu bo'limdan boshlaymiz, o'rganamiz. Keyingi bo'lim bu base bo'limi, ya'ni bu yerda o'sha hosil qilingan 2D chizmalarni biz hajmli 3D solid elementlarga demak o'tkazish bilan shug'ullanadigan bo'lim. Bu yerda demak funksiyalari ko'p, har xil funksiyalari bor va bilan ko'rib chiqamiz. Keyin bu yerda synchronous modeling bo'limi bor, ya'ni bu yerda o'sha hosil qilingan 3D elementlarni qanaqadir parametrlarni o'zgartirish uchun ishlatiladi. Hop, yana tepada home tab turibdi hozir aktiv, yoki surface bo'limiga o'tadigan bo'lsa, o'sha aytganimdek, demak yuzali elementlar bilan ishlash bo'limi. Hop, assembly bo'limi, ya'ni sborka bo'limi, ya'ni hosil qilingan 3D elementlarni yig'ish bilan demak ishlatilish bilan ishlatiladi. Hop, bular qisqacha, ya'ni sekin o'rganib boraman. Hozir prosta nima edi, charchatmaslik uchun demak ularni ko'p gapirib o'tmayman. Asosan praktika bilan tushuntirishga harakat qilaman. Praktika bilan o'rganishga harakat qilamiz. Faqat bitta narsa, настройкасini to'g'irlab olishinglar kerak. Demak umumiy demak interfeysini demak ko'rinishini demak настройкасini to'g'irlash uchun quyidagi chap tomonda eng pastda mana ключga o'xshagan ikkita emblema turibdi. Roles degan, demak shunga kirasizlar. Birinchi qiladigan ishinglar rolesni tanlagan, o'zgaryapti. Contentga kirib turib, shu contentdan role advanced, ya'ni более chuqurlashtirilgan interfeys qilib olamiz o'zimiz uchun. Demak bu yerda role advanced qiladigan bo'lsak, bitta sal o'zgaradi, qo'shimcha demak funksiyalar paydo bo'lib qoladi. Unaqancha katta farqi yo'q. Keyin yana bu yerda part navigator bo'limiga yana qaytib o'tib olamiz. Part navigator bo'limi, ya'ni bu yerda bizda hosil qilingan elementlarni ketma-ketligini ko'rsatadi. Yana buni tushuntiraman. Hop, bu birinchi demak roles bilan demak buni birinchi настройка qilib olish, shuni qilib olishingiz kerak bo'ladi. Maslahat beraman, xuddi bandagi interfeys bo'lish uchun. Keyingi yana qo'yiladigan demak interfeys, yana настройка, ribbon bor chap tomonda. Shuni bosamiz, mana chap o'ng tomondagi strelkani va view group gruppa aktivatsiya qilib qo'yamiz. Mana aktivatsiya bo'ldi va mana bu yerda tepada view gruppa demak elementlari paydo bo'ldi. Demak shuni qilib olishinglar kerak bo'ladi. Ikkita eng asosiy hozirgi holatda birinchi demak boshlang'ich uchun demak настройка. Hop, endi qisqacha mana o'rtada joylashgan bizda demak koordinatli sistema bor. Descartesning koordinatli sistema, 3 o'qli Descartesning koordinatli sistema. Z o'qi, X o'qi va X o'qi, Y o'qi va bu bizda demak reference hisoblaniladi. Demak shuni asosida biz 3D 2D va 3D modellarimizni qurishni boshlaymiz. Shular bizda reference sifatida anaqa qilinadi. Va mana chap tomonda ham model demak navigatorda, part navigatorda shu datum koordinat sistemi ko'rsatib turibdi. Tanlasam shuni demak belgilanayotganini ko'radi. Agar ko'zchani bosadigan bo'lsam, bu
ekranimdan demak yo'qolib qoladi, ko'rinmay qoladi. Mana demak bekitib qo'yiladi. Ya'ni hide ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Buni demak doim ko'rsatib turganimiz yaxshi. Demak shuni asosida biza ishlaymiz. Xo'p. Endi chizishni boshlaymiz. Birinchi navbatda demak chizma chizish hamma modelni demak chizma chizishdan boshlaniladi. Uning uchun demak mana sketch bor. Sketch bosamiz. Hop, sketch bu chizish degani. Chizmoqchi. Sketch bossak bizada mana o'rtada o'sha aytgan koordinatli sistemada 3 ta tekislik bizada doim ko'rsatadi. Ya'ni right plane, demak front plane tekislik va top plane. Biza shu uchalasidan bittasini demak tanlab chizishni boshlashimiz kerak bo'ladi. O'zimizga qarab, chizmamizga qarab ixtiyoriy bittasini tanlaymiz yoki chizma chizayotganimizda o'zimizga qulayini tanlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, olib kelsam o'zi mana ko'rsatadi. Keyin mana chap tomonda mana bu narsa create sketch demak on plane turibdi va on path turibdi. Hozir on plane'da turib ishlatamiz, ya'ni plane'ni tekislikka ustida chizish. Hop, mana bu yerda show the principal plane active turibdi. Agar buni hozir o'chirib qo'yadigan bo'lsam, mana menda boyagi o'sha tekisligim yo'q bo'lib qoladi, lekin mana bularni tanlasam bo'ladi. Xuddi shunaqa. Ya'ni xz plane tekisligi, yz plane tekisligi yoki x y tekisligini tanlasam bo'ladi. Farqi yoki bunaqa prinsipda tanlasam bo'ladi yoki show principal planes active qilib qo'yganim yaxshi. Bizga kattaroq ko'rinadi. Tanlashimiz qulayroq bo'lishi uchun demak shuni tanlab mana buni aktiv qilib tanlasak bo'ladi. Misol uchun demak right plane'ga nimadir chizmoqchiman. Demak shu right plane'ni tanlayman. Mana select the chap tomonda mana bu yerda select the sketch plane or the face deyapti. Ya'ni tekislik yoki yuzani tanlashimiz kerak. Ya'ni oranjiy ham turibdi. Ya'ni bu hali hech narsa tanlanmaganligini ko'rsatadi. Shuni tanlashni ko'rsatyapti o'zi. Agar buni tanlasak, mana tanlandi va bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, mana select the sketch plane da oranjiy turibdi. Mana bu yerda galochka paydo bo'lib qoldi. Ya'ni tanlanganligini va mana bu yerda tanlangan hammasi galochka bo'ldi degani bu demak okey, demak ish yaxshi, demak funksiya to'g'ri ishlayotganligini ko'rsatadi va okey bosadigan bo'lsam, mana shu sketch mana shu right plane'imga demak mani ekranim demak normal bo'lib qoladi. Demak bossam, normal bo'ldi. Endi shu yerga chizishni boshlasam bo'ladi. Xohlagan biror bir chizmamni chizishni boshlasam bo'ladi. Tepaga qaraydigan bo'lsam, menda o'sha menyum o'zgarib qoldi. Chunki men chizma bo'limiga kirib oldim, sketch bo'limiga va bu yerda menda o'sha chizma bo'limini elementlari, funksiyalari paydo bo'ldi. Ya'ni har xil profile, rectangle, to'rtburchak, aylana, liniya, arka va hokazo. Hammasini demak daskanali ko'rib chiqamiz ketma-ketlikda qanaqa hosil qilinadi va ishlash prinsiplari. Xo'p, mana bu yerda yana part navigatorga o'tib olaman. Hozir men mana right plane'daman. Misol uchun biror bir chizma chizmoqchiman. Masalan, profile. Klaviaturadan просто Z harfini bossanglar ham uni o'zi ko'rsatib turibdi. Bu горячий klaviatura. Z ni bossak ham ishlaydi. Mana profile aktiv qildim. Menda mana profile funksiyasi aktiv turibdi va chizishni boshlasam bo'ladi. Uni oddiy liniya chizsam bo'ladi yoki arka chizsam bo'ladi. Hozir menda liniya aktiv. Masalan, profile liniya bilan xohlagan biror bir liniya chizsam bo'ladi. Birinchi nuqtani demak belgiladim. Sichqonchani chap tomon bosib, sichqonchani tortib, ikkinchi liniyani yoki xohlagan joyimga tortib, buni davom ettirib ketsam bo'ladi. Masalan, chizib ketaveraman. Xohlagan davom etib ketaveradi. Biror bir bu anaqani chizsam davom etib ketaveradi. Buni ya'ni doimiy agar buni tugatmoqchi bo'lsam, shu joyda tugatmoqchi bo'lsam, klaviaturadan просто escape ni bosaman. Shu yerda tugadi. Shu yerda tugadi, lekin menda profile hali ham aktiv, ya'ni chizsam yana profile chizib ketaveradi. Tugatmoqchi bo'lsam, yana escape ni bosaman, yana tugadi. Bu yerda hali ham profile menda aktiv, lekin shu profildan yana chiqib ketmoqchi bo'lsam, X close bosasizlar yoki klaviaturada yana escape ni bossanglar, yana bu yerdan profildan chiqib ketdi. Xo'p, sichqonchani men hozir rollerini aylantiryapman. Demak, uzoqlashtirish uchun demak o'zimizga tortamiz. Ekranga yaqinlashtirish uchun demak ekranga tomon aylantiramiz. Shunaqa qilib uzoqlashtirib yaqinlashtirsak bo'ladi. Kursorimiz qayerda bo'lsa shu yerga demak zoom bo'ladi. Mana shu o'rtaga men zoom qilmoqchiman. Kursorimni shu yerga olib kelaman va sichqonchani ekran tomon aylantirsam shu yerga yaqinlashadi.
Agar sichqonchani ekrandan uzoqlashtirib aylantirsam uzoqlashadi. Agar mana botga yaqinlashtirmoqchi bo'lsam, ana shu yerga yaqinlashib ketaveradi. Bu demak sichqoncha bilan birinchi holatda ishlash. Bunaqa qilib uzoqlashtirib yaqinlashtirsak bo'ladi. Hop. Demak, bu profil bilan ishlash. Profil bilan xohlagan biror bir shaklni chizsak bo'ladi. Misol uchun mana to'rtburchak chizsak bo'ladi. Klaviaturadan Escape'ni bosamiz, yopamiz yoki uchburchak chizsak bo'ladi. Hop, close qilib chiqib ketamiz. Endi yopiq chizma bilan ochiq chizmani farqiga tushuntirib o'tib ketaman. Mana bu yerda bu uchburchak, bu yopiq chizma, to'rtburchak ham yopiq chizma. Mana bu yerda chizganlarim bu ochiq chizmalar, chunki bu yerda ochiq joyi bor, hech qayerda ulanmagan. Yopiq chizma bilan ochiq chizmani yana farqini ko'rishingiz mumkin. Yopiq chizmalar ichi bo'yalib qolgan. Demak, bu only chizma hamma yoq yopiqligini ko'rsatadi. Xuddi shunaqa to'rtburchakda ham. Bu yoqdagi chizgan chizmalarimda, ya'ni bular bizada ichi bo'yalmagan, ko'kka bo'yalmagan, shuning uchun ochiq chizma hisoblanadi. Ochiq chizmalar, yopiq chizmalar yana qaytamiz. Bular demak ichidagi elementlarni o'rganib o'tganda muhim hisoblanadi. Xo'p. Endi bu demak profil bilan ishlash. Masalan, bularni yana qaytamiz. Masalan, profilda demak arka chizsak ham bo'ladi. Masalan, arkani tanlasak, endi arka chizsa bo'ladi. Arka chizish uchun bitta nuqtani tanlayman, ikkinchi nuqtani tanlayman va sichqonchani tortsam tepaga yoki pastga arkani demak keyingi uchinchi nuqtasi bilan demak buni chizsam bo'ladi. Endi arkani tugatganim bilan bu yana profilda liniyaga o'tib qoladi avtomatik va buni liniya sifatida davom ettirib ketib, biror bir yopiq sistema hosil qilsam bo'ladi. Masalan, mana yopiq sistema hosil bo'ldi va buni klaviaturada Escape'ga bosib chiqib ketaman. Demak, bu yerda doim profilda xohlasa liniyadan, xohlasa arkadan foydalanib biror bir chizma chizsak bo'ladi. Masalan, bunaqa chizma chizsak bo'ladi. Masalan, liniya chizib turib, bu yerda arkaga o'tib olib bunaqa yaqinlashtirib, bunaqa liniyaga o'tib oladi va buni yopsak doimiy yetib ketaveradi va bundan chiqib ketish uchun, tugatish uchun demak Escape'ni bosamiz. Bundan общий chiqib ketish uchun profildan hop close bosamiz yoki klaviaturadan Escape'ni bossak bundan chiqib ketadi. Hop, chizgan chizmalarimizni demak to'liq belgilash uchun demak sichqonchani masalan bosamiz va mana bunaqa qilib belgilasak bo'ladi. Общий shuni ichiga kirganini hammasini belgilaydi. O'chirib tashlamoqchi bo'lsak, klaviaturadan delete bosib o'chirib tashlaymiz. Yoki biror bir individual bitta chizmani o'chirib tashlamoqchi bo'lsak, bittasini belgilaydi, ana mashina o'zini belgilaydi va klaviaturadan delete bosamiz, uni o'chirib tashlaydi. Hop, yoki bunaqasiga belgilasak ham bo'ladi. Bunaqasiga belgilasak, klaviaturadan delete bosamiz. Demak, bu yerda mana shu belgilanganlarning ichiga kirganlarini o'lchab, o'sha o'chirib tashlaydi. Keyin mana buni bosamiz, mana faqat bu tomonini o'chiradi. Delete bossam, uchburchakni faqat bu tomonini o'chiradi. Chunki Ctrl Z qilib orqaga qaytaring. Belgilayotganda mana uchburchakni faqat mana shu tomoni kirdi, mana o'zi ko'rsatib turibdi. Общий to'rtburchakning ichiga faqat bitta tomoni kirdi. Ikkita tomoni hali to'liq kirmadi. Agar bu yoqqa olib kiradigan bo'lsa, mana endi hammasi kirdi va hammasi qizil bilan belgilandi, ya'ni hammasini bittada o'chirib tashlay olaman. Ctrl Z. Endi bu holatda hammasi kirmadi. Mana qo'yib yuborsam faqat bitta tomonini o'chira oladi bu, ya'ni belgilash. Ctrl Z qilsak yana orqaga qaytadi. Hop, bu demak profil bilan ishlash. Hop. Rectangle uch xil holati bor, ya'ni ikkita nuqta bilan, uchta nuqta bilan yoki center bilan. O'zi mana ko'rsatib turibdi, ikkita nuqta tanlanib turibdi. Demak, ikkita nuqta bilan chizsak bo'ladi. Birinchi nuqta pastga tortib turib, sichqonchani pastga tortib, ikkinchi nuqtani belgilasak bo'ladi yoki tepaga tortsak bo'ladi. Xohlagan o'zimizga yoki bu yoqqa tortib, yoki bu yoqqa tortib, to'rtburchakni hosil qilsak bo'ladi. Ya'ni sichqonchani bir marta bosadigan bo'lsak, bizda uni to'rtburchak hosil bo'ldi. Hop, uchta nuqta bilan birinchi nuqtani belgilasak bo'ladi, ikkinchi nuqtani va uchinchi nuqta. Bu holatda uchta nuqta bilan biz qanaqadir burchak ostidagi to'rtburchakni hosil qilsak ham bo'ladi. Masalan, bitta nuqta, ikkinchi nuqtasini qanaqadir burchak ostida va uchinchi nuqtasini bu yoqqa yoki bu yoqqa tortib, uchinchi nuqtasini hosil qilsak bo'ladi. Har bitta funksiyani shunaqa qilib o'zingiz ishlatib ko'ringlar.
ya'ni profildan tortib rectangle hammasini ko'rsatganlarimni. Hop, from center. From centerda endi markazdan chizish boshlaydi. Masalan, markazdan turib, mana chizsam bo'ladi. Demak, u yerda markazdan simmetrik chizishni boshlaydi. Markazini belgilayman. Sichqonchani tortsam, ikkita tomonga simmetrичный demak chizma hosil qiladi. Yana bir marta bosaman sichqonchani va 3-nuqta bilan demak to'g'ri-to'g'richani hosil qilsam bo'ladi. Hop. Bular hammasini o'chirib tashlash uchun demak sichqonchani belgilaymiz. Bitta tortib turib, demak delete bosamiz, demak buni o'chirib tashlaydi. Keyingisi demak aylana. Aylananing ikki xil usuli bor, markaz bilan yoki 3 nuqta bilan. Markaz bilan eng ko'p ishlatiladigani demak markazini belgilab olamiz, sichqonchani tortamiz xohlagan nuqtaga. Hop, bizda mana radiusni ko'rsatadi, diametrni, lekin ikkinchi nuqtasini belgilash uchun yana bir marta bosib qo'yamiz, demak aylana hosil bo'ladi. Hop, circle 3 nuqta, demak birinchi nuqta, ikkinchi nuqta va 3-nuqta bilan demak hosil qilsak bo'ladi. Bularni yana misollarda ko'ramiz. O'chiraman. Misol uchun aylana, chiziq, bitta chiziq chizadi. Bitta chiziq chizyapti, bo'ldi, tugaydi shu yerda o'zida. Profildan farqi, demak bu bitta yagona chiziq chizadi. Bitta chiziq chizadi, bo'ldi, shu yerda tugaydi. Shu yerdan davom ettirmoqchi bo'lsak, yana sichqonchani olib kelamiz. Mana sariq bo'lganda bitta bosamiz va bilan davom ettirib ketsak bo'ladi. Olib kelamiz va davom ettirib ketamiz. Kelib, demak yopib shunaqa chizsak bo'ladi liniyani. Hop. Biza chizma chizayotganda NX o'zi, ya'ni yordamchi liniyalar ko'rsatadi. Misol uchun liniyada ko'rsatadigan bo'lsa, mana chizma chizyapman. Bu yerda chizma chizyapman, ko'ryapmiz, bu yana chiziq ko'rsatyapti. Davomini ko'rsatyapti, bu yoqda davomini ko'rsatyapti. Ya'ni bu chiziq to'liq gorizontalligini ko'rsatadi, ya'ni angle, ya'ni 0 gradusdaligini ko'rsatadi. Agar sal surib qo'yadigan bo'lsam, mana angle 6 bo'lib qolyapti, ya'ni chiziq yo'q bo'lib qoldi. Ya'ni bu burchakda chizib qo'yayotganimni ko'rsatadi. Ya'ni doim chizayotganda shularga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni gorizontalligini ko'rsatadi. Yoki mana bunaqasi chizadigan bo'lsa, bunaqasiga chiziq davom etyapti. Bu ya'ni vertikalligini ko'rsatadi. Bosadigan bo'lsam, menda mana vertikal chiziq hosil bo'ldi. Agar ustiga bitta bosadigan bo'lsam, demak menda bu vertikal chiziq hosil bo'ldi. Yoki masalan bunaqa holatda ham yordam berishi mumkin. Profil chizaman, mana bu gorizontal, pastga chizaman vertikal va bunaqasiga davom etadigan bo'lsam, mana menda kichkina o'rtada yana chiziq hosil bo'lyapti. Bu degani mana shu yerda agar tugatadigan bo'lsam chizmani, buni o'rni mana shu markazi bilan bitta joyda tutashganligini ko'rsatadi. Yoki buni davom ettiradigan bo'lsam, bu yoqda kichkina mayda chiziq paydo bo'ladi. Ya'ni buni mana shu yerda tugatadigan bo'lsam, bu chizig'imni buni boshlang'ich nuqtasi bilan bitta tekislikda joylashganligini ko'rsatadi. Agar sal surib qo'yadigan bo'lsam, mana bu yo'qolib qoladi yoki ichkarida yo'qolib qoladi. Aynan bitta joyda paydo bo'ladi. Shu yerda tugatib buni mana shu bilan demak tutashtirsam bo'ladi. Bu yana yopiq sistema bo'ladi. Buni yana close qilib olib qo'ysam bo'ladi. Xo'p, bu yerda yana arka hosil qilsak bo'ladi. Arka hosil qilsak bo'ladi. Hozir bularni qisqa tushuntirib ketaman. Qolganlarini demak keyingi darsda tushuntiraman va keyin praktika qilamiz. Praktika mahalida o'rgatmagan temalarim ham bo'lib qoladi. Ularni sekin-sekin yana o'rgatib ketaman. Hop, masalan, arkani chizish uchun demak 3 nuqta, ikkinchi nuqta tepaga yoki pastga xuddi boyi profil chizganimizdagi profil arkasini chizganimizdek chizamiz yoki arka center bo'yicha birinchi center point'i, ikkinchi nuqtasini tortamiz va 3-chi nuqtasini chizsak bo'ladi. Xo'p, demak uni o'chirib tashlash uchun hammasini belgilab olamiz. Hammasi ichiga kirgandan keyin yana delete bosib undan chiqib ketamiz. Xo'p, bitta narsani tushuntirib ketay. Masalan, aylana chizdim markazdan. Hop, to'rtburchak chizdim. Masalan, to'rtburchak chizaylik va chizmani chizib bo'lganimizdan keyin biz finish sketch qilib chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Hop, finish sketch qilib chiqib ketamiz. Finish sketch qilib chiqib ketdik.
bizada chizmamizdan chiqib ketdik. Hop, ko'rsatib izometriyani katta chizilganiga o'shanga masshtab ko'rmadi. Bizada chizmadan chiqib ketganimizdan keyin biza o'sha boya chizgan demak right plane'imizga shu aylana bilan to'rt-to'rtburchak уже hosil bo'ldi chizma. Bu chizmadan chiqib ketganligini ko'rsatiladi. Buni demak ko'k bilan ko'rsatib turiladi. Agar chizmaga yana kirmoqchi bo'lsak, unda ustiga 2 marta bosamiz bitta chizmani. Hop, yana ichiga kirib oldi. Ana ichiga kirdi. Buni yana o'zgartirsak bo'ladi. O'zgartirsak bo'ladi. Masalan, o'lchovini o'zgartirsak bo'ladi. O'lchovini o'zgartirganimizdan keyin finish sketch qilsak, ana yana chiqib ketdi. Bu уже o'zgardi. Bu yerda bizada mana sketch 1 paydo bo'ldi. Mana sketch 1da bizada to'rt-to'rtburchak bilan aylana bor, ya'ni right plane'ga chizilgan. Yoki yana boshqa chizma chizadigan bo'lsak, sketch qilib, boshqa tekislikka chizadigan bo'lsa, masalan, top plane qiling. Top plane tanlayman. Okay. Va bunga misol uchun boshqa shakl chizing, masalan, uchburchak. Uchburchak bu yerda masalan ellips chizsam bo'ladi. Ellips hali ko'rsatmadim. No. Yana ko'ramiz ellips. Va finish qilib chiqib ketaman. Chizmadan chiqib ketaman. Endi menda mana bunaqa situatsiya paydo bo'ldi. Ya'ni chap tomonga qaraydigan bo'lsak, demak sketch 1 bu yerda menda aylana va to'rt-to'rtburchakdan tashkil topgan bitta alohida gruppadagi chizma. Sketch 2 ellips va uchburchakdan tashkil topgan alohida gruppalar. Bular уже boshqa tekislikka chizilgan. Masalan, sketch 2 ni o'zgartirmoqchi bo'lsam, parametrlarini sketch 2 ga 2 marta bosaman, bu ichiga kirib oladi va uni o'zgartirsam bo'ladi. Masalan, uchburchakni o'chirib tashlamoqchiman, belgilayman, delete bosaman va finish sketch qilib chiqaman va menda mana uchburchak yo'q bo'lib ketdi, o'chib ketdi. Demak, sketch 2 da faqat ellips qoldi. Sketch 1 ni o'zgartirmoqchi bo'lsam, nimadir parametrni ustiga 2 marta bosaman, bu kiradi. O'chirib tashlayman. Bittasini individualni o'chirib tashlasam bo'ladi yoki o'chirmasam ham bo'ladi. Finish qilaman, chiqib ketaman, demak alohida. Agar men chizmamni общий o'chirib tashlamoqchi bo'lsam, masalan, option sketch tanlayman. o'ng tomonni bosaman, delete qilsam, ikkalasi birdaniga o'chib ketadi. Faqat bitta sketch qoladi. Bu demak top plane ga chizilgan. Bu demak chizmalar bilan ishlaydi. Demak, o'zimizga qulay chizmani chizayotganda o'zimizga qulay tekislikka bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Hop, buni chiqib ketaman, yopaman. Yangi fayl ochaman va bitta praktika ko'rsataman. Bitta emas, ikkita, xudo xohlasa. Hop, bitta nomlab qo'ying. Sizlar ham o'zinglar uchun bitta portfolio qilib nomlasanglar bo'ladi. Ketma-ketlikda qilib boramiz. Masalan, birinchi deylik va o'sha folderimizga saqlanib qo'yapmiz va millimetr tekshirib olamiz. Okay. Hop. Quyidagi chizmadan boshlaymiz. Birinchi chizma aylanali. Bu yerda o'zi o'rganmagan funksiyalarimiz ham bor, lekin videoga qarab shu funksiyalarni qilib boraverasizlar va dars davomida o'rgataman. Yana shunda bo'lib foydaliroq bo'ladi. Mana birinchi markazdan chizishni boshlayman. Aylana radiusi 20, radiusi 15, ya'ni o'taman sketch. O'zimga qulay tekislik tanlayman. Right plane, mana sketch bunaqa turibdi va OK bosaman va aylana chizaman. Aylana chizaman. Mana chizish boshlaganimda ozgina qo'yib yuborsam, mana diametrini ko'rsatyapti. 180. Menga diametri chizma bo'yicha 30 lik aylana kerak. Shuning uchun mana shu 261 bo'lib qoldi. Shu yerga 30 yozaman. Sirazi 30 yozib enter bossam, mana 30 lik aylana paydo bo'ldi. Va aylanadan chiqib ketaman. Buni tortib ko'rsam bo'ladi. Mana 30 lik aylana paydo bo'ldi. Endi keyingi aylanani chizaman. Mana bu aylana, demak buni diametri 44 va bunga aylana chizaman, demak circle. Yana markazi bilan bir xil bo'lishi kerak. Markazini topish uchun mana olib kelsam, chiqirasiga olib kelsam, mana markazini ko'rsatyapti menda. Shuni keyin tusholayman, chizish boshlayman 0 da, demak bitta yoki center point tanlasam bo'ladi yoki existing point bir xil, ya'ni o'tga 44 lik aylana chizaman, olib kelaman.
Примерно chizib olaman. Mana 61 ko'rsatyapti. Shuni men 44 qilishim kerak. Bu o'lchov bilan qo'yish. Hali o'lchov qo'yish alohida darslik qilib o'tamiz yana. Hop, buni demak chizib oldim. Okay. Buni demak tortib qo'ysam bo'ladi. Demak, bu menda 44. Hop. Endi keyingi aylana chizaman. Mana men bitta aylana chizib olaman. Buni diametri demak diametri 10 ekan. Demak, aylana chizib olaman. Va bilan xalaqit qilmaslik uchun tortib qo'ysam bo'ladi. Aylana, ixtiyoriy aylana chizib olaman biror bir joyga. Aylana chizaman va bunga o'lchov berish uchun boshqacha ikkinchi usuli ustiga bitta bosaman. Mana o'lchovini ko'rsatyapti. Shuni ustiga 2 marta bosib, bunga 10 beraman. Enter. Va escape bosib chiqib ketaman va men shu aylanani mana shu yerga joylashtirishim kerak. Buni joylashtirish uchun demak constraintlar bor. Mana bu yerda bular yana alohida tema yana hali o'tamiz. Hozir turibsizda mashq bo'lguncha o'tib ketaman. Shuni joylashtirish uchun men hop coincidentdan foydalanaman. Coincident tanlayman. Buni olib kelsam, mana markazini ko'rsatyapti. Ustida bosaman markazini va mana bu yerga olib kelaman. Bosaman, buni mana shu yerga qotirib qo'yadi uni. Hop, apply bosaman. Bu yerga qotirdi. Endi bu cancel qilib chiqib ketdik. Buni hozir yurg'izsam faqat mana shu aylana bo'ylab yuradi. Lekin men bu o'qqa joylashtirishim kerak. Uni yana coincidentdan foydalansam bo'ladi. Coincident olib kelaman, qirrasiga o'zi markazini belgilab olaman, kichkina aylanani va men bu o'qqa coincident olaman. Mana OK qilaman. Shu endi qotdi bu yerda, yurmayapti, bo'ldi. Shuni qotirib oldim. Shunaqa qilib ikkita coincident bilan markazini qotirib oldim, aylanani aynan shu nuqtaga. Mana bu yerga endi buni ko'paytirishim kerak. Buni har bittasini chizib o'tirmayman deb endi funksiya bor. Buni yana mavzular hali o'tamiz. Uni lekin qilib ko'ringlar. Ko'paytirishim kerak. 1 2 3 4 5 6 taga ko'paytirishim kerak. Bu menda mana bu yerda pattern funksiyasi bor. Ko'paytirish degani patternni kiraman. Hop, birinchi select a curve. Demak, ko'paytirmoqchi bo'lgan elementimni tanlayman, demak, buni tanlayman. Va bu yerda metodim circular tanlayman, обязательно aylanali. Hop, demak, specify the point, ya'ni aylanish markazini tanlayman demak, uni markazini olib kelsam, agar tanlashga qiynalsanglar, olib kelsanglar qirraga o'zi ko'rsatadi va mana tanlaymiz, mana ko'paytirish boshlayapti, lekin bu men xohlagan narsa emas. Men xohlagan narsa bu yerda masalan count and span deyman, ya'ni soni va общий gradusi. Menda общий 360 ga joylashtirmoqchiman, 360 gradusga. Soni 12 ta emas, ya'ni 6 ta. 6 ta elementni 360 ga joylashtiradi. Shu narsani menda ko'rsatadi, ya'ni count and span soni va общий necha gradusga joylashtirish. Va OK bosaman. Mana menda ko'paytirib oldim. Buni qilib ko'rsanglar bo'ladi. Videoda hammasi zapis bo'lyapti. Hammasi tema yana o'tiladi. Keyingi elementga o'taman. Mana bu yerda aylana bor, 60 lik. Shuni chizib olaman. Circle. Olib kelsam, men markazini topib olaman. Mana sariq bilan ko'rsatyapti. Mana bu yerga chizmayman yoki bu yerga chizmayman, bu yerga chizib qo'ymayman. Mana olib kelsam, o'zi kichkina o'rtadagi aylanani sariq bilan ko'rsatyapti. Okay, koordinata bo'yicha 0 ko'rsatyapti. Shuni bosaman yoki mana bunaqa o'zi funksiya ham berishi mumkin. o'ng tomonda qatta tanlay, ya'ni bu emas, ya'ni arkani markazini tanlayman va men buni demak 60 kirazaman. Enter. 60 bo'ldi. Sal xalaqit berishi mumkin. Tortib qo'yib, demak o'zimizga qulay holatga olib kelib olishimiz mumkin. Hop. Mana bu yerda keyingi aylanani chizsam bo'ladi. Mana bu aylanani ikkitasini chiza qolaman. Demak, bu menda bittasi 10, bittasi 30 lik. Hop, bunday yaqinlashtirib, demak buni 10 chizaman. Bitta ixtiyoriy chizib olaman, ixtiyoriy joyga. Bundan chiqib ketaman va buni joylashtirib olsam bo'ladi. Men bu yerga joylashtirishim kerak, ya'ni coincident qilaman. Coincident, ya'ni aylanani markazini mana bu o'q bo'yicha yordamchi o'q. Bunga tushirib oldi. OK. Endi buni masofasini ko'rsatishim kerak. Demak, meni markazdan bu yergacha, buni markazigacha bo'lgan masofa 46. Buni ko'rsatish uchun demak, buni olib kelaman va markazini ko'rsatadi. Qirrasiga olib kelsam,
markazini belgilayman. Hop, markazini belgilayman va mana buni markazini belgilash uchun demak buni qirrasini olib kelaman. Mana markazini ko'rsatadi. Bitta bossam mana o'lchov ko'rsatadi mana. Shu menda 46 bo'lishi kerak. Ustiga 2 marta bosaman. 46 kirgizib qo'yaman. Enter. 46 ga bu o'zgardi. Keyingi aylanani chizaman. Bu menda diametri 30, demak circle. Markazini olib kelsam o'zi ko'rsatadi. O'zi chizib olishim osonroq bo'ladi. Endi bunga 30 kirgizaman. 30 enter. Hop, buni hop, men bilan kichraytirish keyin yana ko'rsataman keyingi darsda. Hozir xalaqit qilayotgan bo'lsa, nastroykasida. Hop, mana bu yerda menda arka bor. Radiusi 8 lik. Radius 8 lik, demak shu yerga radius 8 lik arka chizaman. Hop, menda arka tanlayman. Arkani mana bu metoddan tanlayman. 3 ta nuqtali. Hop. Birinchi nuqta, ikkinchi nuqtani tanlayman, tortaman ichkariga va bunga men radius 8 ani 15 ko'rsatadi, 8 yozaman, enter. Va sichqonchani boshqatdan demak 8 sichqonchani bosib qo'yaman. Demak menda 8 bo'ldi. Bu tekshirib qo'yishim kerak. Buni bitta bosaman, 8 bo'lmadi. Hop, buni 19 o'qib ustiga 2 marta bosib 8 qilib qo'yaman. Hop, 8 qildim, lekin menda mana bu yerda men xohlagan narsa chiqmadi. Buni urilma qilib qo'yishim kerak. Mana bu yerda tepada tangent, make tangent yoki O harfini bossanglar ham bo'ladi. Demak, urilma qilib qo'yadi. Ya'ni mana buning bilan mana bu aylanani urilma qilyapti mana. Okey. Bu yoqni ham tekshirib qo'yishimiz kerak urilmaligini, tepani ham bu bilan buni. Demak, urilma qilib qo'ydik. Okey. Buni bu tomonida ham bor, o'ng tomonida buni chizib o'tirish shart emas, ya'ni mirror qilsak bo'ladi. Mana mirror, buni yana o'tamiz bu funksiyalarni ishlatib ko'ringlar. Keyin darsda osonroq bo'ladi. Mirror, ya'ni albatta ikkita tanlashimiz kerak. Select a curve, ya'ni mirror qilmoqchi bo'lgan kurvimizni tanlayman va center line mana buni tanlasam bu bo'yicha bu yoqqa mana zerkalli ko'chirib beradi. Okey. Mana bu yog'ini hosil qilib oldim. Mana bu yerga element hech narsa yo'q, shuni o'chirib tashlashimiz kerak. Ya'ni trim funksiyasi bor, mana trim. T harfini bossanglar klaviaturada, demak uni mana bu joyini o'chirib tashlaydi, bunaqa joy ochiq qoladi. Hop. Endi keyingi elementga o'tamiz. Mana bu elementlarni chizamiz. Demak, bu yoqda bizda 22 va 36 lik aylana bor. Birinchi ixtiyoriy 22 aylana chizib olaman. Ixtiyoriy xohlagan joyga chizib olganim yaxshi. 22 bundan chiqib ketaman. Demak, bu aylanam mana bu yerga tushishi kerak. Mana shu yerga gorizontal bo'lib tushishi kerak. Uning uchun yana coincident qilaman. Markazini topish uchun olib kelsam, mana markazini ko'rsatadi. Va mana bu yerga tushiraman. Mana tanlayman, bu yerga tushirib oladi. Endi bu faqat mana shu anaqa bo'yicha yuradi. O'q bo'yicha tepaga chiqib ketgan, faqat shu o'q bo'yicha ana shu yurib yuradi gorizontal. Endi faqat bitta joyda qotirish uchun buni o'lchovini berib qo'yishim kerak. Mana menda o'lchov 100. Bu degani markazdan 50. Hop, buni topish uchun markazini olib kelish uchun olib kelaman. Markazini tanlayman va buni ham markazini bo'lish uchun mana olib kelsam ko'rsatadi dumalovchi, shuni tanlayman. Mana bu menda 138,5 ko'rsatdi. Buni ustiga 2 marta bosib, buni men 100 bo'lsa, demak 55 qilishim kerak. Mana 55 qilaman. Enter. Hop. Hop, chalkash bo'lib ketyapti, chiqisi yo'q. Keyingisi 36 lik aylana chizaman. Aynan shu bilan markazini topish uchun olib kelib uni o'zi ko'rsatadi. 36 enter. Buni tortib bu yoqqa qo'yaman. Hop. Mana bu yerda elementi bor, arka. Bu ham radiusi 8 ekan. Demak, buni radius 8 lik arka chizib bog'lab qo'yaman. Arka 3 ta nuqta, demak, mana sariqda bo'lganda belgilayman bitta tomonini, ikkinchi tomonini belgilab va tortib chizib qo'yaman. Va chiqib ketaman bundan. Bunga o'lchov berish uchun ustiga bitta bosaman. Endi bu boshqatdan ustiga bosaman. Ko'rsatyapti, ustiga 2 marta bosib, buni 8 ga o'zgartiraman.
lekin hop, buni o'zgartirib bo'lmayapti, chunki men bitta qotirib qo'yganman. Buni o'chirib tashlay, delete qilib boshqatdan chizaman. Chizayotganda e'tibor berishimiz kerak. Hop, bu bilan hop, boshqatdan demak o'lchov berib ko'raman. 8 okey, mana bu yerda buni bosib qo'yingchi hozir. Hop, buni o'chirib tashlay boshqatdan, demak arka bilan buni, demak bunga 8 bering sразу. Hop, bo'ldi. Okey, uni bosaman. Hozir. Hop, arka. Hop, 8. Hop, bunga demak 8 beraman. Okey. Hop, endi o'xshadi. 8 ichkariroqqa chizish kerak ekan. Lekin mana bu yerdigina tangent berishim kerak. Urinma make tangent, demak bu arka bilan aylana urinma qilamiz. Apply, bu tomonini ham urinma qilamiz. Tangent qilib to'g'rilab qo'yamiz. Demak, bu yoqlari o'xshadi. Endi buni xuddi o'ng tomonda chizish uchun alohida chizib o'tirish shart emas. Ya'ni zerkalini ko'chirib qo'yamiz. Mirror. Demak, select the curve, ya'ni nimalarni biz zerkalli ko'chirmoqchimiz. Demak, ketma-ketlik tanlaymiz. Bu arkani, bu aylanani va mana bu aylana. 3 ta element mana tanlandi. Mana 3 ta element ko'rsatib turibdi. Galochka bo'ldi. Demak, bu yaxshi. Keyingi demak qayta center liniya bo'yicha bir zerkalli ko'chirmoqchiman. Demak, mana bu center liniya bo'yicha zerkalni bu yoqqa simmetrichniy bossam, bu yoqqa ko'chiradi. Va okey bosaman, bu yoqqa mana ko'chirdi. Pastdagi element qoldi. Pastdagi elementni bizada arka, demak radiusi 100 lik. Hop, arka tanlayman. Hop, bitta nuqta, ikkinchi nuqtasini tanlab, tarasga tortib chizib olaman va bunga o'lchov berish uchun demak bunga ustiga bosaman va bu menda radiusi 100. Enter. Chekkalarini tekshirib qo'yishimiz kerak. Demak, tangent bilan tangent, undan tangent qilamiz. Chiqib ketmasligi uchun apply bosib turib, sразу tangent hali ham aktiv, u bilan tangent qilib, bu yoq tangent bo'ldi, urinma bo'ldi va chiqib ketish uchun uncha kerak emas. Okey bossam, bundan yopiladi. Hop, chizmani bitta ko'raveramiz. Qatlarda bizada kerak emas joylari bor. Mana bu yerda kerak emas joylari bor. Shuni trim kesib tashlash bilan trim bossak, joyini olib tashlaymiz. Buni olib tashlaymiz. Trim opamiz. Hop, mana bizada bu hosil bo'ldi va finish sketch qilib chiqib ketsak bo'ldi. Bizda mana elementimiz hosil bo'ldi. Hop, o'rtadagi elementni yordamchi liniyaga o'tkazsak ham bo'lar ekan. Mayli, mana birinchi chizma. Buni agar nimadir o'zgartirmoqchi bo'lsak, ustiga 2 marta bosamiz. Agar masalan o'rtadagi element mana yordamchi liniyaga o'tkazib qo'yib, ustiga bitta bossak, unaqa narsa chiqadi. Convert to the reference va finishga chiqsak, bizda o'rtadagi liniya ko'rinmaydi. Hop, buni demak saqlaydi qilib qo'yamiz. Hop, bundan chiqib ketib, masalan, o'sha рабочий stolimizda boya ochgan papkamizda o'sha mana turadi. Mana ochsak, demak o'sha faylda yana ochib beradi. Hop, charchamadinglarmi? Yana bitta mashq qilib ko'ramizmi? Mana ikkinchisini ham dam olasizlarmi? Yana bitta, o'zinglar qilasizlar faqat, keyin yana o'tirib ikkalasini.
Keyin fikringlarni aytasizlar, как shunaqa davom ettirganimiz yaxshimi? Dars praktika qilib, menimcha bir xil edi. Qanaqa keyin maslahatlashamiz, qanaqa qulayligi haqida. Bo'lmasa, demak, buni ham ko'ramiz. Hop, yangi fayl ochaman. Demak, nomini amaliy mashq, masalan, ikki qilaman. O'sha papkaga saqlanib qo'yapti. Рабочий stolda unit millimetrda, bu yerda modul. Okey. Hop. Chizmani ko'rib olaman. Yana aylanadan boshlayman. 30 diametrli. Hop. Sketch. O'zimga qulay tekislikdan boshlayman. Masalan, right plane ham qulay menga hozir, front plane ham qulay deb front plane tanlayman. Okey. Demak, aylana chizishni boshlayman. So'rqa har doim demak origindan boshlaganimiz qulay. Aylana demak diametri 30. Enter. Juda ham kichkina bo'libdi. Hop, shuni chizayotganda masshtabini boshqacha olishga harakat qiling, uni o'chirib tashlang. Masshtabi katta bo'lib ketdi. Boshqatdan chizing. Sketch. Front plane. Okey bosmasdan mana shu holatda sichqonchani demak aylantiradigan onani bitta bossam shunaqa normalar bo'lib qolaveradi. Bu demak bunaqasi. Hop, shuni bunaqasini bunaqa qilib hozir masshtabini o'shanga yaqinroq oling, mana yaqinlashtirib ko'rdim. 30. Balki anaqasi kichkinaroq chiqar mana. Yozuv kichkinaroq chiqadi, qulayroq boya xalaqit beraverayotgandi. Endi normalniy mana. 30. Hop, yana bitta aylana chizaman. Diametri 55. Olib kelsa mana markazini ko'rsatadi. 55 chizaman bunga. 55. Enter. Hop, bu endi yordamchi aylana. Ko'rsa chiziq. Shuning uchun ustiga bitta bosaman. Ozgacha kutsam mana bu narsa chiqadi. Convert to the reference. Mana bunaqa holatga olib kelib oladi. Yordamchi aylanaga olib kelib oladi chiziqqa. Endi bitta aylana chizib olishim kerak. Diametr 10 lik ixtiyoriy joyga keyin buni joylashtirib olaman. Masalan, ixtiyoriy olib kelib chizib olaman. Masalan, mana chiqib ketsam, finish qilib chiqib ketsam, yordamchi aylana ko'rinmayapti chizmada. Ko'ryapsizmi? Asosiy chizmalar ko'rinadi sizda chizma sifatida. Xuddi mana bu chizmada ham boya mana bu yerda o'rtada yordamchi aylana bor edi. Chizmadan chiqib ketganingizda ko'rinmaydi. Ichiga kirsam, mana yordamchi aylana bu sizga yordam beradi chizmangizga. Lekin asosiy liniya hisoblanmaydi. Prosta sizga biror bir chizmangizni joylashtirib olish uchun kerak bo'ladi nimadirlarini. Sizga chizmangizga ta'sir qilmaydi lekin. Yaxshi savol, rahmat. Shuna savollar bo'lsa bemalol beraveringlar. Qo'ldan kelgancha javob beraman. Buni endi men joylashtirib olishim kerak. Mana yurib ketyapti. Men bu yerga joylashtirishim kerak. Mana shu yerga qotirishim kerak. Yurib ketmaydigan mana shu yerga qotish kerak. Mana uning uchun yana coincidentdan foydalanaman. Buni markazini topish uchun ana olib kelsam, mana markazini ko'rsam, markazini belgilayman va men bu liniyani belgilasam, ikkinchi mana bu yerda buni chap tomonda ko'rishimiz mumkin. Mana ikkinchisini tanlasam, shu yerga qotirdi. Endi okey bossam, bu yerga siljib oladi. Endi bu faqat shu bo'yicha yuryapti. Endi tepaga ham pastga ham yurmay, shu yerda qo'ydim. Faqat men bu yerga qotirishim kerak. Примерно endi shuni qotirishni yana coincident markazini endi men bu yordamchi aylanani tanlayman, shu yerga qotirib oladi. Okey bossam, mana menda mana shu qotdi. Hop, buni hozir Ctrl Z qilib, demak, bu yerga buni qotirib oldim. Endi buni ko'paytirishim kerak. 1 2 3 4 5 6 ta. Bu demak chizib o'tirish shart emas. Demak 6 taga ko'paytirish uchun boya ko'rganimiz yana pattern tanlayman. Hop, bu yerda demak metodda layoutda aylanali tanlaymiz. Linear yana ham ko'ramiz hali.
Hop, aylanali. Birinchi mana select the curve deyapti. Qizil turibdi. Demak, nimani biza ko'paytirmoqchimiz, shuni ko'rsatishim kerak. Demak, uni tanlayman. Tanlandi mana, galochka bo'ldi va mana markazini qat bo'yicha aylantir. Demak, markaz ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Markazni tanlasa, uni aylantirish boshlayapti. Soni 6 ta 360 ta. Bu meni qanoatlantiradi. Agar boshqacha parametr kerak bo'lsa, buni o'zgartiraman. Mana bu yerda boshqacha usullari ham bor. Uni yana dars davomida ko'rib boramiz. Hozir faqat count and spam degani, ya'ni soni 6 ta count, spam 360 nechtaga aylantirish. Masalan, hozir men 180 qiladigan bo'lsam, 6 tani 180 ga joylashtirib qo'yadi gradusga. Mana buni 0 deb oladida, 180 soat strelkasiga qarshi aylantirib 180 ga joylashtiradi. Agar men shuni 90 qiladigan bo'lsam, 90 ga joylashtiradi 6 tani. Ya'ni bu yoqqasiga. Buni bu logikasi. Demak, menga 360 kerak. To'liq aylanaga joylashtirishim kerak. Shuning uchun 360 yozaman. Buni dars davomida yana tushuntiraman. Prosta tushuntirib ketdim. Darsda osonroq bo'ladi. Okey. Ko'paytirib oldim. Endi keyingi aylanani chizsam bo'ladi. Demak, radiusi 40, demak diametri 80 bo'ladi shunda. Aylana markazga olib kelaman. Agar markazini topishga qiynaladigan bo'lsa, uni birinchi buni tutib olsak, mana tutib olamiz. Keyin olib kelsak, o'zi uni sariqda ko'rsatish kerak. Demak, mana endi chizamiz uni. Hop, mana markazini tanlayman. Demak, primerni bunga keyin olib kelib 80 beraman. Enter. Bu yerda bundan chiqib ketish uchun aylana hali ham aktiv. Escape deb bosaman. Yana escape deb bosib qo'yaman. Hop. Bu tomonini chizib olaman. Farqi yo'q. Xohlasanglar bu o'ng tomon, xohlasanglar chap tomon, keyin zerkalni ko'chirib qo'yamiz. Masalan, o'ng tomondan boshlaylik. Boya ko'proq chap tomondan kelaylik. O'ng tomonda bizda aylana bor. 12 va 20 lik. Hop. Birinchi chizib olaman. Ixtiyoriy birinchi 12. Bu hali ham keyin chiqib ketaman va yana shuni markazi bilan bitta tushadigan 20 lik aylana chizib olaman. Enter. Hop. Endi bunga o'lchov berishim kerak. Demak, bu gorizontal masofa mana 100, ya'ni yarim bo'lgandan keyin 50. Mana markazini topish uchun olib kelaman. Markazini ko'rsatadi dumaloqcha. Markazidan keyingisini markazini topish uchun birinchi aylanani tanlab olib kelaman. Sichqonchani ko'rsatadi va yo'qotib qo'ysa yana bir marta qilib qo'yaman. Markazini tanlayman. Mana gorizontal masofasini ko'rsatyapti 66. Shuni men 50 qilishim kerak. 50 ga siljib oldi. Bu gorizontal masofani qo'ydim. Endi vertikal masofa 35, ya'ni markazdan hisoblaydigan bo'lsam, bu 35 yarmi, ya'ni 17 yarim. Mana masofadan markazini olib kelib topish uchun olib kelaman, tanlayman. Bu menda 17 yarim, ya'ni 35 formula qilib yozsak ham bo'ladi. Taqsim 2. Enter. Hop, okey. Demak, bu menda mana 17 bo'ldi, 17 yarim. Formula qilib yozsak ham bo'ladi. Ko'paytiruv, bo'luv bir xil prinsipda ishlayveradi. Hop, buni bu yoqqa zerkalni ko'chirib qo'ysam bo'ladi. Chizib o'tirish shart emas, ya'ni mirror. Demak, mirror this curve birinchida ikkita elementimni tanlayman. Ko'chirmoqchi bo'lgan elementim va center liniyaga o'tib turib, center liniya buni tanlayman. Bu yoqqa ko'chirdi. Okey. Endi arkalarni chizib olaman. Mana bu yerda ikkita arka bor. Hop, bu yerdan radius bu yoq tomonda berilgan 40 va 20 lik. Demak, birinchi arka chizaman. Hop, katta arka demak 40. Demak, bundan o'tgacha menda bitta arka va ikkinchi arkani ham chizib olaman, keyin o'lchov beraman. Hop, ichkariga chizmayapti, chunki noto'g'ri joy tanlang. Escape bosib boshqatdan chizaman. Hop, mana bu to'g'rini tanlayman. Buni chizib oldim. Bunga o'lchov beraman. Mana bunisini o'lchov berish ustiga bosaman. Bu menda 40. Mana buni ustiga bosaman. Bu menda 2 marta ustiga bosaman, keyin 20 beraman. Enter bosaman. Endi chekkalariga urinma berishim kerak обязательно. Hop, tangent bilan bu urinma apply chiqib ketmasligi uchun sразу apply qilib ketaman. Bu bilan buni ikkalasini tanlayman. Apply va bu bilan buni tanlayman. Apply va bu bilan buni tanlayman. Okey, oxirgisida okey qilib chiqib ketiraman.
Endi buni hop, mana bunisini chizib olsam ham bo'ladi. Birinchi, keyin bu yoqqa polni zerkalli ko'chiramiz hammasini. Hop, buning uchun birinchi liniya chizaman. Hop, mana bu yerdan bitta gorizontal liniya chizib olaman. Buni davom ettirmayman. Davom ettirishim mana bu yerda extend bor. Extend qilib turib topsam, bossam o'zi avtomatik mana bu yergacha cho'zib beradi. Hop. Tangent qilib mana buni umuman mana buni tangent qilib qo'yishim kerak. Okay. Keyin mirror qilib buni mana center liniyani tanlayman. Center liniya mana bu center liniya bo'yicha bu yoqqa ko'chirib qo'yaman. Okay. Endi hammasini mana shu hamma chizganimni bu yoqda ham bir xil bu takrorlangan. Demak, shuni zerkalli ko'chirib qo'yaman. Demak, mirror tanlash uchun demak, bitta tanlab chiqa qolaman. Bitta hammasini tanlayapman. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana mirror curve, selector curve 8 ta element tanlanganligini ko'rsatyapti. Ya'ni shular hammasi bu yoqqa ko'chirilishi kerakligini ko'rsatyapti va keyingisiga o'tadi. Qaysi center liniya bo'yicha? Hozir to'g'ri center liniya tanlashim lozim. Mana buni tanlab qo'ysam xato, demak mana bu center liniya bo'yicha bu yoqqa ko'chirishim kerak. Tanlasam mana center liniya bitta center liniya bo'ladi обязательно. Va bu yoqqa OK bo'lsa bu yoqqa ko'chirdi. Ko'chirdi. Chizmani bitta ko'rib olaman. Kerak emas joylari bo'lishi kerak. Mana bu yerda kerak emas joyi bor. Buni demak trim bilan olib tashlaymiz. Klaviaturada T harfi. T ni bossam aktiv bo'ladi. Olib kelsam mana shu tutashgan joyigacha bo'lgan joyi kesib tashlaydi. Okay. Qolgan joylar qoladi va chizmadan chiqib ketsa bo'ladi. Demak, finish sketch. Mana bu ikkinchi chizma. Demak, saqlanib qilib qo'yamiz. Hop, save. Demak, shu papkaga bu ham saqlanib bo'ldi. Bu nimadir o'zgartirmoqchi bo'lsa, yana ichiga 2 marta bosib, ustiga 2 marta bosib, ichiga kirib, demak, o'zgartiraversanglar bo'ladi parametrlarni. Chiqib ketamiz. Hop. Demak, bu ikkita mashq bajarib ko'rasizlar. Hop, bu mashqdan tashqari shu sketchda kirib ko'rasizlar, fayl ochib ko'rasizlar, profile, rectangle, circle, liniya, arka bilan ishlab ko'rasizlar. Asosiy bugungi funksiyalar, keyingi funksiyalarni yana o'tamiz. Bugun yana boshqa qo'shimcha funksiyalarni ham o'tdik. Masalan, trim, extend bularni yana darsda yana o'taman. Pattern ko'rdik, praktikada mirror ko'rdik. Bularni yana dars davomida yana tushuntirib o'tib ketaman hali. No, unda ancha osonroq bo'ladi, chunki praktikada ishlatib ko'rgan bo'lasizlar. Shunga shunaqa qilishga qaror qildim. Bo'lib praktikaroq qilaylik, iloji boricha. Ko'ramiz. Bitta eksperiment sifatida agar qiynalaman desanglar, keyin ko'ramiz. Boshqacharoq metod qilib ko'ramiz. Hop. Hop, savollar yo'qmi? Dars tushunarli bo'ldimi? Qarab videolarni ko'rib chiqasizlar.